Mana akalar korobkaga suv o'tib ketgan. Radiator teshilib, korobkani yog'i bilan aralashib ketadi. Korobkani обязательно tushirib, yog'ini ichini yuvib tozalab, yog'ini yangi quyish kerak. Обязательно korobkani tushirib, ichini yuvish kerak. Mana qo'yib ketgan mana. Suv aralashib o'tib ketib qolgan. Korobkaning ichini yuvib tozalab, qaytadan yangi yog' quysa, xudo xolasa zo'r yuraveradi yana. Suv o'tib ketishiga radiatorni yamatib qo'ysa, korobkani yuvib tozalab qo'ysa, yana uzoq xizmat qilaveradi yana. Suv yog' bilan yangi yog' quysa, ichida qolib ketadi suvi baribir. Keyin ziyon yetadi baribir. 5000 dami, aslida ziyon yetib, ichini o'ldirib qo'yadi. İçini bezinle yuvib chayqab, polcha qilib, suvlarini chiqarib bo'ladi. Bir yo'li korobka filtrlari ham alishib ketadi. Korobkani ichini polni chiqarib, qaytadan bezilar yuvib tozalanadi. Suv o'tib ketgan korobkamiz, lekin o'zi zo'r chiqa oladi. Vaqtida olib kelgan ekan.